Assalomu alaykum. Men Egamberdiyev Abdulaziz. Men bugundan boshlab YouTube'da o'z blogimni boshlamoqdaman. Bu meni birinchi videoyim. Bu birinchi videoda men sizlarga Fahrenheit bo'yicha 451 daraja kitobi haqida aytib bermoqchiman. Bu kitob xuddi bizning kelajagimiz haqida yozilgandek. Kitobda Montek bizning asosiy qahramonimiz. Montek bu o't o'chiruvchi bo'ladi, lekin u paytda o't o'chiruvchilar olovni o'chirmaydi, aksincha olov hosil qilishadi. Kimki agar shu davrda kitob o'qiydigan bo'lsa, uning uyi va o'qigan kitoblari yoqib yuboriladi va o'zi zindonband qilinadi. Montek kunlardan bir kuni bog'da yashirincha kitob o'qib o'tirgan odamni ko'radi va shu odamdan kitob o'qishni o'rgatishini so'raydi. Lekin u odam har doim rad javobini beradi. Chunki Montekdan har doim kerosin hidi kelib turgan bo'ladi. Montek bu odamning uyiga borib, iltimos qilib kitob o'rgatishini so'raydi. U inson esa rozi bo'ladi. Keyin Montek kitob o'qishga berilib ketadi va kunlardan bir kuni uyiga borib ayoliga kitob o'qiyotganligi haqida aytadi. Keyin uni ayoli unga yig'lab, baqirib, nimalar qilib qo'ygani haqida gapiradi va ayoli bilan ular tortishadi. Montek bir kuni bilib qoladiki, uning ayoli kitoblarni sekin-asta yo'q qilayotgan edi va qolgan kitoblarni bog'ning chekkasiga yashirib qo'yadi. Montekning ayoli dugonalari bilan uning uyida televizor ko'rishayotgan edi. Montek keladi va kitob o'qiyotganligi haqida hammasiga aytadi va o'qigan kitoblari haqida bilimlarini aytib beradi. Uni hamma dugonalari eshitishadi va ularning hammasi kitob o'qishga qiziqishadi. Kunlardan bir kuni Montekni srochno ishga chaqirishadi va u ishiga borib kimdir kitob o'qiyotganligi haqida xabar topganini biladi va ular hammasi mashinada tez kimnidir uyiga boradi. U qay ko'zlar bilan ko'rsinki, o'zini uyini oldida to'xtaydi. Hamma uni uyini yoqishga kirishib ketadi. U shu paytda chekkada, bog'ning chekkasida turgan kitoblarni oladi va hammadan qochishni boshlaydi. Qochib u o'zini o'rtog'ining uyiga boradi va o'rtog'idan maslahat so'raydi. O'rtog'ining uyiga kitoblarni qo'yadi va o'rtog'i unga shunday maslahat beradi. Seni hozir butun shahar qidirishmoqda. Sen shahardan pastga temir yo'lga tushib, temir yo'ldan to'g'ri yurishing kerak. Temir yo'l pastida senga o'xshagan kitobxon odamlar bor. Hamma qidirishyapti deydi. Montek qochib ketadi va temir yo'ldan to'g'ri pastga qarab ketaveradi. Va shu odamlarni ko'rganda, shu odamlar "Ha Montek, yaxshi yetib keldingmi?" deydi. U o'zining ismini qayerdan bilishlarini so'raydi. Odamlar shunda televizorni ko'rsatishadi. Seni butun shaharda ko'rsatishmoqda. Qarab tur, hozir seni tutishadi deydi. Va ko'chada shunchaki kechasi sayr qilayotgan odamni militsiyachilar tutib olishadi va uni qamashadi. Agarda ular senga o'xshagan insonni qamashmaganda, butun shahar men ham kitob o'qib qochib ketishim mumkin degan fikrga kelishadi va ular qochadi va ertalab qirg'oq oldida uyg'onishadi. Montek ko'zini ochganda shaharga asteroid yaqinlashayotgan edi va shu paytda zilzila bo'ladi. Hamma ko'zini ochadi va qarasa asteroid yaqinlashyapti. Montekning xayolida faqat uning ayoli, ya'ni uni sotib ketgan ayoli bo'ladi. Shu bilan asteroid shaharga kelib uriladi va butun shaharni, yon atrofidagi qirg'oqlarni yo'q qilib yuboradi. Bu kitobda olgan insightlarim. Birinchisi bu bilimsizlik sizni zulmat tomon olib keladi. Agarda siz bilimsiz bo'lsangiz, sizni davlat boshqarish shunchalik oson bo'ladi va bir kun kelib davlatingizni bilimsiz qilishga majburlashi ham mumkin. Ikkinchisi, baxtlilik bu erkin fikrlash. Montek kitob o'qishni boshlagandan keyin erkin fikrlay boshlaydi va hattoki qonun qoidalar ham uni kitob o'qishdan ortga chekintira olmaydi. Uchinchisi, har bir insonda o'zining boshlanish nuqtasi bo'ladi. Agarda qachonki inson o'ziga "Men nima qilaman? Kimman?" degan savollarni berib, unga javob qidirishni boshlasa, bu uning uyg'onish davri, uyg'onish nuqtasi bo'ladi. Kitobda men sizlarga eng asosiy joylarini aytib berdim. Bu kitobni o'zingizlar o'qib chiqqaninglar yaxshi. Xayr, salomat bo'ling.